Assalomu alaykum barchaga. Demak, Taobao bo'yicha 4-darsimizdan boshlaymiz. Ushbu darsda biz sizlarga qisqaroq qilib Taobaoda umumiy ishlatadigan bo'limlarimiz, bizga kerak bo'lgan bo'limlar haqida qisqacha bir qilib ma'lumot berib o'tamiz. Qaysi bo'lim nimalarga kerak bo'lishini o'rgatib o'tamiz. Demak, boshladik. Yuqoridan boshlaymiz. Bizda shu bo'lim bor. Bu skanerlar tovar izlash uchun ishlatiladi. Bu bizda ishlamaydi. Bu asosan Xitoy magazinlari, Xitoylarda ishlatiladi. Ya'ni QR kod skanerlab shunga o'xshagan tovarlarni izlab topishlari mumkin. Bu bizga kerak emas. Xo'p, ikkinchisi bu matn bilan izlash uchun ishlatamiz. Ya'ni masalan, sizga qandaydir tovar kerak, uni topa olmayapsiz. Siz matn orqali izlab ham shuni topishingiz mumkin. Matnni albatta Xitoy tilida yozamiz. Masalan, ingliz tilida yoki rus tilida sumka deb yozilmaydi. Albatta uni Xitoy tilida yozsangiz, kengaytirilganroq variantlarni chiqarib beradi. Rus tilida yozsangiz, kam variant chiqarib berishi mumkin yoki boshqa tilda. Eng yaxshi, eng individual varianti bu Xitoy tilida yozish kerak. Bu unchalik qiyin emas. Xitoy tilini bilmayman deb videoni ko'rayotgan odam xato olishi mumkin. Bunga ham ma'lum emas. Buni ham o'rgatib o'tamiz. Keyingi videoda ko'rib ko'rsangiz qanday Xitoy tilida yozishda bularni o'rgatib o'tamiz. Hammasi oson. Hop, bu bo'lim esa bizlarni rasm bilan izlash uchun ishlatamiz. Sizda qaysidir qo'lda tovar bor yoki qandaydir rasmi bor, o'shanga o'xshagan yoki aynan o'shani izlamoqchi bo'lsangiz, shu bo'lim orqali foydalanasiz. Keling shuni ko'rsatib o'taman. Kamerachaga bosamiz, shunday oyna ochiladi. Bunda mana pastdagi sariq tugma bilan belgilab ko'rsatdik. Ushbu tugmani bossangiz, shu kameraning o'zida rasmga olib izlashingiz mumkin. Yokida buni bossangiz, galereyangizdagi rasmlardan izlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, galereyaga ochamiz-da, bironta rasmni tanlasak, shu rasmga o'xshagan tovarlarni topib bizga beradi. Hop, bu yerda ham filtrlari bor, tezroq izlash yoki boshqacha usullari ham bor. Buni keyingi videolarda to'liq o'rgatamiz. Bu videoda qisqacha qilib sizlarga umumiy tushuncha berib o'tishni xohlaymiz. Xo'p, bizda asosan ishlatadigan главный sahifasida shular. Bu yerda ham bor. Bu yerda har xil aksiyadagi, har xil o'yindagi bo'limlar bo'ladi. Hammasi har xil. Bular haqida xudo xolasa video qilamiz. Qaysi bo'limda nima bor, qanaqa nimalar ishlatsa bo'ladi. Endi pastga o'tamiz. Pastda bizda bu bo'lim o'sha Taobaoning glavniysiga chiqish uchun ishlatiladi. Bunisi esa Taobaoning live varianti, xuddi TikTok, Instagram, Reels'larga o'xshagan videolar chiqib turadi. O'sha videolarda masalan tovarlar ham sotishadi. Video obzorlarda ko'rsatib. Xo'p, bunisi esa yozishmalar. Magazin bilan gaplashishingiz mumkin yoki tovar zakazingizda nimadir muammo bo'lsa, magazin sizga yozishi mumkin. Har xil bildirishnomalar, e'lonlar, ma'lumotlar kelib turadi. Xo'p, bunisi esa bu korzinka, ko'pchilik tushunsa ham kerak. Ya'ni tovarlaringiz, masalan, nimadir o'ziga olmoqchi bo'lgan tovaringizni birinchi korzinkaga solib, keyin korzinka orqali yig'ib zakazlaringizni birdan bitta qilib urib olishingiz uchun ishlatiladi. Bu o'zi shaxsiy sahifangizga kirish uchun, sizning shaxsiy bo'limingiz, shaxsiy o'ziz ma'lumotlaringiz o'shalar uchun bo'lim. Keling shu oxirgisini ko'rib o'tamiz. Shaxsiy sahifani. Shuni knopkaga bosgandan keyin xuddi shunaqa bo'lim ochiladi sizda ham. Demak, bu yerda nimalar bor? Keling bularni ham birma-bir tushuntirib o'tamiz sizlarga. Demak, birinchisi bu nastroykalar, sozlamalar, ya'ni hop, akkauntingizdagi ma'lumotlarni o'zgartirish va boshqa nastroyka sozlamalar uchun hammasi shu yerda joylashgan bo'ladi. Bunisi esa Taobaoning call center bilan, operatorlar bilan bog'lanish uchun ishlatasiz. Bu yerga kirsangiz, shu operatorlar bilan nimadir muammo bo'lsa, shu hal qilish uchun, gaplashish uchun kirsangiz bo'ladi. Bu sotuvchilar, magazinlar yoki anavlar uchun, bu Taobaoning call center uchun bu faqat. Hop, bu bo'lim esa sizni Xitoydagi skat manzilingizni o'sha kargodan oladigan manzilga kiritish uchun, sizning manzillaringiz bo'ladigan bo'lim. Hop, bunisi esa siz masalan Taobaodan foydalanish davomida qaysidir magazinlar, qaysidir sotuvchilarni magaziniga obuna bo'lsangiz, ularni shu yerdan topib olasiz. Hop, bunisi esa sizning yillik qilgan tranzaksiyalaringiz shu yerda ko'rinadi. Ya'ni qanaqa kuponlaringiz bor, qancha kuponlar ishlatdingiz, hammasi shu joyda bo'ladi. Hop, endi keyingisi asosiy bizga ishlatadigan, bizga kerak bo'ladigani ushbu bo'lim bo'ladi. Bu nima? Bu sizning buyurtmalaringizda holatlar bo'yicha. Ya'ni ko'ramiz, bir tovar zakaz urdingiz, lekin to'lovda, tranzaksiyada nimadir muammo bo'lsa, to'lov amalga oshmay qolsa,
Shu birinchi bo'limga o'tadi. Muammoli tovarlaringiz, to'lovlar amalga oshmagan tovarlaringiz birinchi bo'limga o'tadi. To'lovlar hammasi to'g'ri bo'ldi, amalga oshdi, muammo yo'q. Endi sotuvchi jo'natishini kutayotgan tovarlar shu ikkinchi bo'limga o'tadi. Sotuvchilar siz bergan manzilga tovarlarni jo'natgandan keyin harakatlanayotgan, yo'lda borayotgan tovarlar ushbu uchinchi bo'limga o'tadi. Mana bunisiga. Xo'p, qaysidir muddatdan keyin hamma magazinda har xil tovarlaringizni jo'natdi. Siz bergan manzilga yetib bordimi? Yetib borgandan so'ng 3 kundan keyin, 4 kundan keyin, 1 hafta, 10 kuniga har xil vaqtda sizdan ushbu tovar haqida fikr so'raydi, attiv so'raydi, attiv qoldiring deb. Shunaqa tovarlar, attiv so'ragan tovarlar shu 4-bo'limga o'tadi. 5-si ushbu bo'lim esa sizda qandaydir muammolar bo'lsa, tovarni отказ qilmoqchi bo'lsangiz, vazirlarga pulni qaytarib olishga zaявка tashlagan bo'lsangiz yoki sotuvchi ushbu tovardan qolmagan, sizga pulni qaytarib bermoqchi bo'ldi, qaytarib berdi. Hammasi shunaqa tovarlar, pulni qaytarish bo'yicha bo'lgan muammoli holatdagi tovarlar hammasi shu oxirgi 5-bo'limga o'tadi. Biz asosan ishlatadigan bo'limlarimiz shular. Bular hozir biz sizga qisqacha tushuntirib o'tdik. Bular haqida to'liq alohida videolar qilamiz xudo xolasa. Bu sizlar uchun hozir ishni boshlashdan oldin, savdolarni sotib olishlarni boshlashdan oldin sizlarga bir umumiy ma'lumot berib o'tdik. Qayerdan nimani topishdi. Hop, keyingi videolarda esa bular har biri haqida alohida bir to'liq ma'lumotlar berib videolar qilib boramiz nasib bo'lsa. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi videolarni kuzatib boringlar.